Hayotda shunday voqealar bor, tez shov-shuv bo'ladi. Har zamonning o'z voqeasi esa o'zgacha iz qoldiradi. Ba'zan insonda ikkita qiyofa bo'ladi desa biz ishonmaymiz, ammo bu haqiqat. Bugungi voqeamiz ham bir insonning sirli, qarama-qarshi hayoti va yashirin dunyosi haqida bo'ladi. Ayolni o'sha boshqa davlatga fohishalik qilish uchun ketayotganligini sezganligi uchun yengil tabiat ayollarga nisbatan o'ch olish, qasd olish jinoyatini sodir etishga o'tgan. Qurbonlar soni 5 taga yetdi. Yana tekshiruvlar kuchaytirildi. Ammo jinoyatchi qancha aqlli bo'lmasin, bir kun baribir qo'lga tushishi aniq. Alaykum assalom singlim. Feruza mahallasiga. Hop, nech pul berasiz? 500 so'm bersam bo'ladimi? Hop, yuring, ketdi yo'lim ekan, olib ketaman. Bu qizni qaytib boshqa hech kim ko'rmadi. Ekspertiza jasad bo'g'ib o'ldirilganligini ko'rsatdi. Biroq uning shaxsini aniqlash biroz muammo keltirib chiqardi. Sababi ayol yo'qolganligi haqida hech kim shikoyat qilmagan. Nihoyat oradan 20 kun o'tib, jasadni ortcha saqlash maqsadga muvofiq emas deb topildi va dafn etildi. Jinoyat ish hujjatlaridan ko'rinishicha, Bobonov Zafar Quvondiqovich, Toshkent viloyat sudi sudyasi. 1998-yilda kafeda ishlovchi ayolni avtomashinasiga mijoz sifatida o'tirg'izib, manzilga olib bormasdan boshqa joyga olib borib, nomusiga tegib o'ldirib, mol-mulklarini bosqinchilik yo'li bilan egallab, uni jasadini Yuqori Chirchiq tumani hududiga olib borib, o'sha hududdan o'tuvchi o'sha ariqqa tashlab ketgan uni jasadini. Bir 1999-yil 2-iyun kuni ilk ota jamoa xo'jaligi hududidan ayol kishining jasadi topildi. Bu ayol ham bo'g'ib o'ldirilgan edi, ammo ustidagi kiyimlari yo'q. Bu ikkinchi qurbon edi. Zovurdan topilgan murdani shaxsi tez aniqlandi. Bu 777 oshxonasida ofitsiant bo'lib ishlovchi Tamara Tajiyeva edi. Organ xodimlari ikkala qotillikning o'zaro aloqasini tekshirish, jinoyatchilarni aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar olib borayotgan bir paytda oradan 10 kun o'tib, ya'ni 1999-yilda mana shu yerdan yana bir ayolning o'lik jasadi topildi. Bu safar ayol arqon bilan bo'g'ib o'ldirilgan edi. Ayollarning barchasi jinsiy zo'ravonlikka uchragan. Yodgor va Shohsanam Sharopovlar, O'zbekiston Respublikasi Sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi bo'lim mudiri. Qasddan o'ldirilgan, o'ldirish motivlari bir-biriga juda ham o'xshash, deyarli bir xil desa ham bo'ladi. O'zbekistonda manyak deb gazetalarga chiqib ketgan. Men uchun qiziqligi shundaki, Abdullayev Sadulla Fatullayevich, Zamin studiyasi direktori, rejissyor. General telefon qildilar-da, san oldiga kirib, shu odam bilan gaplashgan. Kamera olganda gaplashgan. Balki biza bilmagan narsalarni senga yetar, yaqin ekansan. Xo'p dedim. Chilonzor ROVDsiga bordim. Juda ham ko'p odamlar turgan edi. Bir mahal chiqib kelishyapti, olib chiqishyapti, avtomatda olib chiqishyapti. Qarasam shu
menga tanish bo'lgan inson turibdi. Keyin o'shanda Akrom Mahkamov sherigim kamera ko'tarib qo'ydi. Men u odamdan endi jurnalist sifatida intervyu oldim. Men savol beryapman. Siz o'ldirishdan qo'rqmadingizmi? Sen birinchisida to'g'risi qo'rqqanman dedi. Undan keyin 1-2 oy, 3 oy yuriladi. Yana bitta suyuq oyoq ayolni, imminni shu bilan shug'ullanadigan ayolni, pulga o'zini badanini sotadigan ayolni olib borib o'ldiradi, tashlab ketadi. Shu bilan yillar davomida shu 2 oy, 3 oyda mana shu suyuq oyoqlarni o'ldirib yuradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Peshariqqa. Hop, Qancha bo'ladi? yuring o'tiring, yo'lim ekan, kelishamiz. Ertasi kuni Nadejdaning o'ligi ariqdan topildi. Boshqa qotilliklar kabi uning ham ust kiyimlari yechilgan, zargarlik taqinchoqlari yo'q edi. Bu ayol yengil tabiatli ayollardan emas edi. Bir epizodda aytib bergan bu inson menga. Bir kun bir ayol ko'chadan rus millatiga mansub ayollar gaplashdim-da, shu bilan bu yoqqa borib yurdi, gaplashib yurdi. Keyin aytadi, "Men senga nechta pul berishim kerak shu ishing uchun?" desa, hali ayol aytadiki, "Menga pul kerak emas. Agarda sen men bilan bir munosabat qilmoqchi bo'lsang, bir choy-poy ichaylik, aroq ichaylik, men pulga bunaqa ish qilmayman" deydi. O'ziga kelib qoladi bu yerda. Mashinani to'xtatdim deydi. Eshikni ochdimda, "Sen menga kerak emassan" deydi. "Nimaga? Yur, ketdi" desa, "Tushish" deydi. Va ayol tushmaydi. Tushmaganda endi baqvat odam edi, hali itarib yuboradi, yiqilib tushadi, turib qarg'ashni boshlaydi. Eshikni yopdimda, uyga kelib, uyda bemalol uxladim. Demak, u ayol buni ish bilan shug'ullanmaydi. Aka, qarang. To'g'ridan yurishimiz kerak emasmidi mabodo? Yo'q, singlim, xavotir olmang. Bu qisqa yo'l. Tezroq boramiz. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Hozir singlim 1 daqiqa. Xush kelibsiz. Faqat o'sha intervyu davomida men ularga savol berganman. Savolimda o'sha nimaga shuncha ayolni o'ldiribsiz? Shunga sababchi bo'lgan o'zingizni ayolingizni o'ldirib qo'ya qolmadingiz degan savol berganman. Men uni juda ham yaxshi ko'rardim, men uni o'ldira olmadim. O'shaning uchun boshqa shu ayollarni jamiyat tozalash kerak deb bularni o'ldirdim deb aytgan edi. Qurbonlar soni 5 taga yetdi. Huquq tartibot organi xodimlari shu atrofda tunda yuradigan ayollarni bo'g'ib o'ldirayotgan manyak paydo bo'lganligini anglab yetishdi. Bu voqea oyna etak bilan yopib bo'lmagandek tez orada shov-shuvga aylanib ketdi. Onalar qizlarini tunda ko'chaga chiqarmay qo'ydi. O'tkir tergov jamoasi bilan Xudoyberdiyev Bahromni jinoyat ishi bo'yicha tafsilotlar bilan tanishib chiqdik. Hakimova Iroda Muhammadjonovna, Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti bosh psixologi. Bu shaxsga nisbatan unda sodir bo'layotgan xulq-atvor modelida uning psixikasidagi ayrim buzilishlarni mavjud ekanligini guvohi bo'ldik. Manyak o'zini kim? Manyak bu odam o'ldirgandan mazza qiladigan shaxs. O'ldirishim kerak bo'lgani uchun o'ldiraman degan tushuncha yo'q. Tortish kerak, jalb qilish kerak. Ana o'sha jarayonda insonlarni, qurbonlarning ojizligi, hech narsa qila olmasligi, qarshi turib bera olmasligi ularga eyforiyani berish kerak. Mana bu manyak. Bizning situatsiyamizda qanaqa? Bizning situatsiyamizda ichkaridagi nafratni
boshqachasiga tashqariga chiqarib o'zini qo'lga olish, o'zini tiklash, o'zini kontrol qilishdan ko'ra boshqalar tomonidan e'tirof etilishga nisbatan kuchli ehtiyoj mana shunday bir jinoiy xulq-atvorni amalga oshirishga sababchi bo'lgan. Qotil yana bir qizni hayotiga zomin bo'ldi. 6-qurbon aslida 99-yilning 14-noyabrida o'ldirilib, zovurga tashlab ketilgan. Qiziq, nima uchun yosh juvonlar, yana hammasi bir xil holat va eng qizig'i barcha jasadlar shahar atrofidan chetda topilyapti. Qizingizni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? O'sha kuni Chilonzorga qaynonamni ko'rgani boruvdim. Qaytib kelsam, qizim yo'q. Charm kurtkasini ham kiyib ketgan shekil, u ham yo'q. Jamkasi bilan uchrashaman deb aytmaganmidi? Yo'q, aytardi yo'masam. Rahmat sizga. Yana tekshiruvlar kuchaytirildi. Yana qotil suvga tushgan tosh kabi yo'qoldi. Tezkor tergov guruh xodimlari qotil faqat fohisha ayollarni o'ldiryapti deb ishonib qolgan edi. Ammo oxirgi qotillik bu taxminni bekor qildi. To'rtinchi patrul inspektori Sezdan Iskandarov. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Hujjatlaringizni ko'rib qo'ysak. O'zimizdan ekansizku aka, oqil sizga. Yaxshi, sog' bo'ling. Shaharda kuzatuvlar kuchaytirildi. Hamma postlarda mashinalarni sinchkovlik bilan tekshirish buyurildi. Biroq qilmishi fosh etilgunga qadar Xudoyberdiyev xuddi shunday yo'l bilan yana 8 nafar, ya'ni jami 9 nafar ayollarni avtomashinasiga mijoz sifatida o'tkazib, nomusiga tegib, mol-mulkini bosqinchilik yo'li bilan egallab, qasddan o'ldirib, turli joylarga, suvlarga, kanallarga, ariqlarga tashlab ketgan. Bu jinoyatini sodir etilishida fuqaro Xudoyberdiyev muqaddam ichki ishlar idoralarining yo'l patrul xizmati tizimida ishlaganligi va o'sha haydovchilik guvohnomasiga o'zini o'sha xizmatda ishlab yurgan vaqtda maxsus kiyimda tushgan fotosurati o'sha haydovchilik guvohnomasiga yopishtirilganidan foydalanib marhumlarning jasadlarini o'zini o'sha boshqaruvdagi avtomashinaning yukxonasiga yuklab yo'l patrul xizmati blokpostlaridan, maskanlaridan hech bir to'siqsiz va tekshiruvlarsiz o'tish imkoniyatiga ega bo'lgan. qotil o'zini bu paytga kelib o'ta aqlli his qila boshlagan edi. Ammo jinoyatchi qancha aqlli bo'lmasin, bir kun baribir qo'lga tushishi aniq. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'l telefoningizni berib turing, uyga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Yo'q. Hozirgi zamonda ham telefonsiz odam bor ekanmi? Telefon bor, lekin bermayman. Tushundingizmi? Ziqna odam ekansiz. O'zing shunaqasan. Hozir hayotimiz, pulimiz, rasmlarimiz, qarindosh urug', oila a'zolari haqidagi hamma ma'lumotlar telefon ichida. Birovni qo'liga tushsa, tamom, hayotingiz hammaga oshkor bo'ladi. Biz hikoya qilayotgan voqeada ham telefon muhim rol o'ynadi.
qimmat-ku. Bizda arzoni bo'lmaydi. Telefon qolsam bo'ladimi? Bemalol jonim. Qizning aynan shu qo'ng'irog'i qotilni topishga va uning jinoyatlarini fosh etishda asosiy dalil bo'ldi. O'ta boshlash mumkinmi? Kiring, sizga ruxsat. Oxirgi o'lgan inson Dima ismli shaxsning telefon raqamiga qo'ng'iroq qilgan ekan. Bu Dima ismli shaxsning telefon raqami. Zudlik bilan aloqa kompaniyalariga aloqaga chiqsin, bu Dimani telefon raqami aniqlash choralari ko'rilsin. Xo'p bo'ladi, tushunarli. Aniqlaydi. Xo'p bo'ladi. Jinoyat ishini o'rganib chiqqanimizda men shaxsan sud tibbiy ekspertiza nuqtai nazaridan holatlar bilan tanishib chiqqanda 9 ta holat bo'yicha sud tibbiy eksperti o'tkazilgan, barchasi 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan ayollarni tashkil qilgan. Nihoyat 9 ayolning umriga zomin bo'lgan Xudoyberdiyev Bahrom Jamolovich qo'lga olindi. Qo'lga olish chog'ida u sobiq gay xodim ekanligini pesh qilib qarshilik ko'rsatdi. Biroq endi uning so'zlariga hech kim ishonmasdi. Bu jinoyat qilgandan keyin ikki marta militsiya eshigiga borib qaytib ketgan ekanlar. Lekin kirmagan ekanlar. Endi men o'zim to'xtatishim kerak deganlardi. O'sha paytda endi sakrasheniyaga tushib, militsiya xodim bo'lmaganlar. Ular o'sha guruch sotib yurgan ekanlar. O'sha chorrahaga bordim dedi. Borsam ikkita oper odam kutib turibdi. Yetib keldim men. Bo'ldi, o'zimni to'xtatishim kerak deb tez guruch olib kirib kimgadir berarlar, kimgadir pullar qarz bo'ladi, uni beradi, boshqa qiladi. Oper odam turgan bo'ladi. Siz bilan bitta odam birga borish kerak. Yo sizlar bormasanglar ham boraman. Ellardi, yo bizga aytishdi. Bitta odam qo'shib beramiz deyshadi. U odam o'tirdi, billa u odam bilan keldi. Yo'lda ketganda u odam uxlab keldi. Keyin qaysidir joyga kelib, "Obed qilib olamizmi?" dedi hali odam. Keyin mayli deb, "Mani qornim to'q edi", kirdi. Staloyda kirib chiqaring dedim. Men ko'chada o'tirdim. U odam kirib ovqatlanib chiqdi. Men o'ylab o'tirdim, endi nima bo'lar ekan deb o'ylab o'tirdim-da. Keyin shu bilan u odam chiqdi. Billa keyin to'g'ri Rovodaga borib, o'sha qilgan jinoyatlarni hammasini gapirib berdim degan edi. Agar inson hattoki jamiyatda juda ham bir o'zini e'tiborli roliga, statusiga ega bo'lgan taqdirda ham agar jamiyat tomonidan u rad etilsa, inkor qilinadigan bo'lsa, shaxs sifatida qabul qilinmaydigan bo'lsa, aql bovar qilmas darajada xulq-atvorda o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Ko'r-ko'rona hech kimga diagnoz qo'yishga aslida haqli emas. Ya'ni masalan psixologik patologiyami degan savol yuzaga kelgan paytda aynan Xudoyberdiyev Bahromda qanday holat sodir bo'ldi? Nima uchun u o'zida deviant xulq-atvor natijasida delikvent xulq-atvorni yuzaga keltirdi? Ya'ni xulq og'ishdagi, xulqdagi ayrim negativ tomonlarini ko'rsatish bilan bir qatorda keyinchalik u jinoiy xulq-atvorgacha bordi degan savolni muhokama qilishimiz mumkin bo'ladi. Bir ayol bilan tanishganlar, u ayollar shunchalik yaxshi ko'rganlar, 4 yil davomida bu inson baxt nimaligini bilgan. Shu ayol bilan yashaganlarda juda ham yaxshi ko'rganlardan keyin u ayol biznes qilaman deb Rossiyaga ketgan. Bir marta borib kelgan, bizneslari o'xshamagan va ikkinchi marta yana ketgan. Kelganlaridan keyin yaxshi mablag' bilan kelgan, uylarini remont qilgan, yana borib qaytib kelavergan. Nima qilsan desa, shu biznes qilaman degan. Keyin bular bilib qolganlar. Bitta chekka oldim dedi. Qarasam, arabcha yozilgan keyin borib o'qisam, Dubayda olingan chek. Bahrom aka bilanlarki, ayollari boshqa narsa bilan shug'ullanyapti. Keyin shuni bilganlaridan keyin aytadilar, "Men seni sevaman, sen bilan baxtliman.
imkoniyat bo'lsa shu ishini yig'ishtirgin, yana baxtli yashaymiz deganlarda ayollari bunga rozi bo'lmaydi. ishni sud jarayonida ko'rishda fuqaro Xudoyberdiyev o'sha o'zini turmush o'rtog'idan tashqari boshqa bir yengil tabiat ayol bilan don olishib yurganligi va o'sha ayol keyinchalik Birlashgan Arab Amirligiga ishga ketishini aytganligi sababli o'rtalarida o'zaro kelishmovchilik chiqib, u ayolni o'sha boshqa davlatga fohishalik qilish uchun ketayotganligini sezganligi uchun o'sha yengil tabiat ayollarga nisbatan o'ch olish, qasd olish, bir nafrat bilan qarash hissiyoti uyg'onib, shundan keyin u tungi paytlarda boshqaruvdagi o'sha qizil rangli VAZ 2103 rusumli Jiguli avtomashinasida ko'chalarda o'sha bevaqt qo'l ko'tarib turgan Yevropa millatiga, rus millatiga mansub ayollarni asosan mijoz sifatida avtomashinasiga mindirib, keyinchalik uni o'sha aytilgan manzilga olib bormasdan o'ziga qulay boshqa joylarga olib borib yoki o'sha avtomashinasida ularga nisbatan zo'rlik ishlatib, nomusiga tegib, qasddan o'ldirib, keyin mol-mulklarini talon-taroj qilish jinoyatini sodir etishga o'tgan. Shu ko'chadan suyg'oyoq bir ayolni olib, shu ayolni ko'rib, meni ham ayolim qaysidir joyda shu ish qilyapti degan xayol keladi u odamga. Birinchisini o'sha kuni o'sha suyg'oyoq ayolni bo'g'ib o'ldirib tashlab ketiladi. Bo'p qoldingmi? Ha, bo'p qoldim. Tezlashtir. Yoqobovi butunga elakishib yurmagin yana. Sizni xotiningiz bor-ku, nima qilasiz meni qizg'anib? Ketar chog'i asabi buzmagin. Mayli, meni kuzatib qo'yasizmi? Bir 1998 yil Karima Birlashgan Arab Amirliklariga ishga otlandi. Bahrom uning u yerda nima ish qilayotganini taxminan bilar. Shundan alam o'tida yonardi. Kamiga qaydandir siflis degan yuqumli kasallik yuqtirib olgan. Shundan uning dilida yengil tabiatli qizlarga g'azab uyg'ongandi. Ko'nglida ulardan o'ch olish rejasini tuza boshladi. Sifilis kasalligi bu juda xavfli kasallik bo'lib, asosan jinsiy yo'l bilan yuqadigan teri tanosil kasalligi bo'lib hisoblanadi. Oq tripanema qo'zg'atadi. U deyarli simptomsiz kechadi. Birinchi bosqichida, ikkinchi bosqichida tanaga toshmalar chiqadi, keyin ichki a'zolarda o'zini klinikasini namoyon qiladi. O'z vaqtida davolanmasa, juda bir orqaga qaytmas oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Kamdan kam holatda qon orqali yuqadi yoki bo'lmasa onadan bolada, yana platsentar yo'l orqali bolani tug'ayotgan vaqtida yuqishi mumkin. Bu holat juda kam, asosan himoyalanmagan jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Insonni agar o'zini g'azabini, qahrini yoki hissiyotlarini, emotsiyalarini bir obyektga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib bera olmagani holda, undanda ko'ra ojizroq, sustroq boshqa guruhga yo'naltirilishi bu dislokatsiya deyiladi. Xudoyberdiyev Bahromda aynan mana shu dislokatsiya holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bahrom qizlarni tunda mashinasiga o'tkazgan. Ular bilan ochiq savdo qilgan. Ba'zilarini esa qo'rqitgan. So'ng shahar chetidagi ovloq joylarga olib borib, zo'rlagan, ularni o'ldirgan. Izlarni yo'qotish uchun esa suvga tashlab yuborgan. Savol tug'iladi. Nahotki buni hech kim sezmagan? Gap shundaki, u bir paytlar davlat avtomobil nazorati xizmatida ishlagan va haydovchilik guvohnomasidagi surati formada bo'lgan. Shuning uchun u blokpostlardan o'tayotganda undan hech kim shubhalanmagan.
qurbon sifatida u o'ziga muayyan obyektlarni tanlaydi, muayyan kategoriyadagi insonlarni tanlaydi. Masalan, yengil tabiatli ayollarni tanlaydi va mana shu yengil tabiatli ayollarga nisbatan adolatparvarlik nuqtai nazaridan xatti-harakatlarni amalga oshiradi. Ya'ni ularni yo'q qilish, ularni jamiyatdan kamaytirish, yopishqoq fikrlar uni bezovta qilishni boshlaydi. Xotin! Alaykum assalom. Mana bularni olganda panaro joyga olib kirib bekitib qo'ygan. Nima bu? Shimoan sen aytganini maqal. Xo'p. Bahrom bugunmi ertami qo'lga tushishini bilgan, ashyoviy dalillarni yig'ib yurgan. Tergovda hammasini chiqarib berdi. Hatto ikkinchi qurbon bo'lgan ayolni sumkasini doimiy ravishda mashinasida olib yurgan. Bir ayolni tilla zanjirini esa hojatxona shiftiga yashirgan. Jinoyat ishi hujjatlaridan ko'rinishicha, Xudoyberdiyev shu o'zining jinoiy qilmishlari vaqti kelib fosh bo'lishini va javobgarlikka tortishini bilgani ko'rinadi. Jabrlanuvchilarning bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritilgan mol-mulklarini uyida va o'sha avtomashinasida saqlab kelgan. Bu mol-mulklar keyinchalik tergov jarayonida ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Bu tarafini o'ylasa, hech kimni samosud qilishga haqqi yo'q. Buning uchun qonun bor. Odamni odam o'ldirishga haqqi yo'q. yilda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining ish yurituviga fuqaro Xudoyberdiyev Bahrom Jamolovichni bir necha moddalar bilan, ya'ni javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda bir necha shaxsni qasddan o'ldirishligi jinoyatlarini sodir qilganlikda ayblash haqidagi jinoyat ishi kelib tushgan. Sud hukmi bilan Xudoyberdiyevga qasddan odam o'ldirish, bosqinchilik, nomusga tegish va mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, jinoyatlar majmui bo'yicha uzil-kesil eng og'ir jazo, oliy jazo berildi. Xudoyberdiyev Bahrom qo'lga olingandan keyin otasi bilan uchrashganda, "Ota, men O'zbekistonni yengil tabiatli ayollardan tozalamoqchi edim" dedi. Unga bunday vakolatni hech kim bermagan. Odam eng avvalo o'zini miyasini suvaraklardan tozalab olishi lozim. Qolgan ishlar esa qonun va faqat qonun doirasida bo'ladi. Xulosa qiling, tergovning o'tkiri hali oldinda.